Alloh va u kishiga yaqin bo'lganlar hamon Makkada edi. Hijrat uchun buyruqni kutib turardilar. Shaharda esa shafqatsizlik kundan kunga avj olardi. Ko'p o'tmay Jabroil alayhissalom hamma kutayotgan xabar bilan keldilar. So'ng buyuk safar boshlanish arafasida edi. Kech qoldirmay Rasululloh Abu Bakr uyiga bordilar. Eshik ochilgach, Abu Bakr ham hayrat, ham quvonch bilan qaradilar. Yo Rasululloh, ota-onam siz uchun qurbon bo'lsin. Bu paytlar hech kelmas edingiz. Biror yangilik bormi? Rasululloh xotirjamlik bilan dedilar. Ha, Alloh menga Makkadan chiqib Madinaga borishga ruxsat qildi. Abu Bakr xursand bo'lib ketdi. Ammo shuningdek u xavotirda edi. Rasulullohga kim hamroh bo'ladi? Yo'lda makkaliklar aziyat berishsa-chi? U zotga nimadir bo'lsa-chi? Yo Rasululloh, safaringizda sizga hamroh bo'lish sharafiga ega bo'lsam maylimi? Rasululloh tabassum qildilar. Ha, ikkimiz boramiz. Ana shunda Abu Bakr o'zini dunyodagi eng baxtli insondek his qildi. Xursand bo'lganidan ko'zlaridan yosh chiqdi. Oysha ham o'sha yerda edi. Yillar o'tgach, shu holat haqida gapirib, bundan avval hech bir erkakning xursandchilikdan bunchalik yig'laganini ko'rmaganman. Hijrat onlari yaqinlashganda Rasululloh alayhissalom oilasi va ayoli Oyshani Makkada qoldirib ketishlari kerak edi. Shu payti Madinada yangicha hayot boshlanayotgan edi. Birinchi bo'lib odamlar Allohning roziligi uchun to'plandilar. Nabaviy degan joyda masjid qurdilar. Vaqti kelgach, Rasululloh 2 sahobasini Makkaga jo'natib, oilasini olib kelish uchun yubordilar. Shunda Oysha onamiz ham Madinai Munavvaraga keldilar. Bu muborak shahar sekin-asta islom markaziga aylanardi. Kunlar hayajon va shirin intizorlik bilan o'tar ekan, bir kun tongda Madina ko'chalarida ajoyib shov-shuv bo'ldi. Musulmonlar yuzlarini yoritgan xabardan judayam xursand bo'lishdi. Ey musulmonlar, Rasululloh Abu Bakrning qizi Oyshaga uylanyaptilar. Bu kun hammamiz uchun bayramdir. Ana endi Oysha Allohning rasulining tunlari ibodatda qoyim bo'lishlariga guvoh bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, oilasiga bo'lgan muomalalari va hayot tarzlari har birini o'z ongiga birma-bir muhrlab borar edilar. Nafaqat kuzatdilar, shuningdek, tushunmagan hamma narsalarni so'rar edilar. Hatto kichik narsalarni ham o'rganishni istar edilar. Shu bilan bir xonadon ilm markaziga aylandi. Shu sababli payg'ambarimiz sahobalari onamizdan ba'zi masalalarda maslahat so'rashardi. Ayol sahobalar esa eng shaxsiy masalalar uchun onamiz oldiga